Bank hisobingiz telefon raqamingizga o'xshamagunicha rivojlanishdan to'xtamang. Milliarderlar maslahati. Har bir oilada kambag'allik zanjirini uzadigan shaxs bo'ladi. O'sha inson siz bo'ling. Alisher Usmonov. Hech qachon taslim bo'lmang. Bugun og'ir, ertaga bundan battar bo'lishi mumkin, lekin undan keyingi kun albatta quyosh ko'rinadi. Jack Ma. Eng katta tavakkal qilmaslik. Bu juda tez o'zgarayotgan zamonda muvaffaqiyatsizlik kafolatlangan yagona usul. Mark Zuckerberg. Xatolar qo'rqinchli emas. Asosiysi yangi narsada xato qilish. Elon Musk. Iloji yo'q degan fikr sizni potensialingizni sindiradi. Buni qanday qilishim mumkin degan savol esa miyangizni maksimal darajada ishlatishingizga yordam beradi. Robert Kiyosaki. Agar siz tanqid eshitishdan qo'rqsangiz, hech qachon yangi ish boshlamang. Jeff Bezos. Boylarning kichik televizori va katta kutubxonasi bor. Kambag'allarning esa kichik kutubxonasi va katta televizori bor. Bill Gates. Agar pulingiz kam bo'lsa, biznes qilishingiz kerak. Agar pulingiz umuman bo'lmasa, unda siz darhol biznes qilishingiz kerak. John Rockefeller. Kichik o'lchamlar bilan o'ylaydigan inson katta ishlarni qila olmaydi. Robert Kiyosaki. Muammolarni hal qil yoki ularni unut, lekin hech qachon muammo bilan yashama. Jeff Bezos. Har doim urinishdan to'xtamaydigan inson uchun ilojsiz narsaning o'zi yo'q. Bill Gates. Katta maqsadingni o'ldirmoqchi bo'lsang, uni kichik fikrlaydiganlarga ayt. Steve Jobs. Pul hayotdagi muhim narsa emas, lekin bunday ahmoqona gapni aytishdan oldin o'sha pulni topish kerak. Warren Buffett. Aqlli o'quvchi hech qachon 5 baho uchun o'qimaydi. Sababi u baho hech narsani hal qilmasligini tushunadi. Jack Ma. Dunyoni o'zgartira